Lekin mana shu savolni o'zimizni Amir Temur bilan shug'ullanayotgan tarixchilarga berganman. Ular aytishadiki, axir 4 marta kelib askarlarni o'sha nimani shahar ostonasida nima qilib muzokaraga qo'l qo'yib, bular bo'ysunamiz deb aytishdi. O'shanda tegmadida kerak o'ljasini olib ketgan Amir Temur. 3 marta shunaqa bo'lgan. 4-chisida chidamasdan shunaqa nima qilib yuborgan, hatto masjidlarni yoqib boshqa qilib. Xo'p. Shunday bo'lsin. Lekin Armanistonda yoki hozirgi Mazandaronda Ozarbayjonga borsangiz ham Amir Temur bizni nimamiz emas. Yana aytmoqchiman, mana sizni va sizni gapingizni davomi sifatida biz shaxslarni agar nima qilayotgan bo'lsak, qanaqadir ramz sifatida olyapmiz tarixiy shaxslarni. Vaholanki uni mana bunaqa reaction deymiz. U yoqda bu yoqda qanaqa unga reaksiya bo'ldi? Kim qanday qabul qiladi?